O'zining bahaybatligi bo'yicha orqadagi BMW Alpina'ni ham xijolat qiladigan darajada bo'lgan Nissan Titan. Ma'lumotga qaralganda 2024-yili Missisipi shtatida ushbu avtomobilimiz to'liq ishlab chiqarilishdan to'xtatiladi. Dvigatel hajmi esa patrulnikiga o'xshagan bo'ladi. 5.6 litrli atmosferli V8 bo'ladi, 406 560 Nm. O'rindiqlarda elektroprivat va amerikanskiy atmosfera bo'ladi. Chunki amerikanskiy pikaplarda keng va shinamlik ilgari surilgan bo'ladi interyer bo'yicha. Albatta, g'o'dasiga mos va xos shaklda auto off-road g'ildiraklari chiqadiga ega bo'lgan edi. Ishlab chiqarilganiga ham 10 yildan oshgan bilishim bo'yicha, lekin holati hali ham yomon emas, chakki emas. Bu holatiga, ya'ni bizachalik bu avtomobilga baribir qarashmaydi Amerikada ham yoki boshqa Arab yarim orolida ham, lekin nisbatan ancha yaxshi saqlangan. Bu avtomobillar sifatidan dalolat beradi. Har doimgidek Richard amerikanskiy dizaynda. Xo'p, endi bu pikap yo'q, ishlab chiqarilmayapti. Buni o'rniga nima qilsak bo'ladi? Analog bormi, o'rinbosar bormi desanglar, albatta bor. GMC 2500, 3000, Silverado'da ham 2500, 3000 lar bor. Fordda gapirmasa ham bo'ladi, 750 gacha yoki boshqa brendlar bor bo'lsa, biz siz uchun uni yetkazib berishimiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri dilerdan. Bu avtomobil endi sotuvda yo'q. Ya'ni yangisi buni olib kirgandan o'zbegi mano va matrasi ham yo'q. Lekin biz siz uchun yangilarni yetkazib berishimiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz, eksklyuzivniy avtomobillarga qiziqqanlar uchun, ya'ni pikaplar, SUVlar yoki boshqa superkarlarga qiziqqanlar uchun Telegram kanalimizda kunlik inomarkalarning narxlari, batafsil ma'lumotlari va rasmlari bilan joylab boramiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, profilning yuqori qismida havola mavjuddir.